AQShning Eronga urush ochishidan maqsad nima? AQSh mulozimi Eronga hujumdan ko'zlangan asl maqsadni ochiqladi. AQSh Erondagi neft konlarini o'z nazoratiga olishni rejalashtirgan. Bu haqda AQShning energetika sohasida yetakchilik bo'yicha Milliy kengashi direktori Jared Egan Fox Business telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Bu o'yin uzoq davom etadi, chunki biz Erondagi katta neft zaxiralarini terrorchilar qo'lidan tortib olmoqchimiz. Qisqa istiqbolda biz duch kelayotgan sinovni uzoq muddatdagi foyda yopib yuboradi. Pirovarida biz Hormuz bo'g'ozidagi muammolar sabab xavotirga tushmaymiz, degan Jared Egan. Oq uy mulozimi qora oltinning ulkan zaxirasi Washington nazoratiga o'tishidan istiqbolda dunyo energetika bozori yutishini qayd etgan. Bu borada u Venesuelani ijobiy misol sifatida keltirgan. Uning so'zlariga ko'ra, prezident Nicolas Maduro hibsga olingach, AQShning Chevron shirkati Venesuelada qisqa muddatda neftni qayta ishlashni oshirishga muvaffaq bo'lgan. Joriy yil 3-yanvarga o'tar kechasi AQSh Venesuela poytaxti Caracas hamda mamlakatning boshqa hududlariga harbiy hujum uyushtirdi. Harbiy amaliyot davomida Venesuela prezidenti Nicolas Maduro va uning rafiqasi Celia Flores Caracasdagi saroyidan olib ketilib, AQShga olib kelingan. Qo'shma Shtatlar rasmiy idoralari Maduroga nisbatan narkoterrorizm, giyohvandlik moddalari kontrabandasi, noqonuniy qurol aslaha savdosi kabi moddalar bo'yicha ayblov e'lon qildi. Ammo ko'p o'tmay Venesuelaga hujumdan ko'zlangan maqsad faqat giyohvandlik moddalari kontrabandasiga qarshi kurash emas, balki mazkur davlatning tabiiy boyliklari ekani ma'lum bo'ldi. Prezident Donald Trampning o'zi ta'kidlaganidek, Venesuelaning muvaqqat hukumati AQShga 30-50 million barrel yuqori sifatli neft yetkazib berishga rozi bo'lgan. AQSh va Isroil joriy yil 28 fevral kuni Eron shaharlarini bombardimon qilishni boshlarkan, Tehron hukumati yadro quroliga ega bo'lishga yaqin kelib qolganini iddao qilgan edi. Jumladan Tramp urushning ilk kunida Eronga qarshi harbiy amaliyotdan ko'zlangan maqsad Amerika xalqini yaqinlashib kelayotgan tahdidlardan himoya qilish ekanini aytgan. Biroq voqealar rivoji bu harakatlar ortida energetika manbalari ustidan nazorat o'rnatish maqsadi ham borligini ko'rsatmoqda. AQShning radikal qarashlari bilan tanilgan siyosatchisi senator Lindsey Grahamning Eron rejimi qulasi AQSh yangi Yaqin Sharqda ulkan iqtisodiy foyda ko'radi degan bayonoti ham shuni tasdiqlaydi. Neft narxlarining keskin oshishi borasidagi xavotirlar kuchayib borayotgan bir paytda AQSh prezidenti Donald Trampning kenja o'g'li Baron Tramp 28 fevral kuni AQSh va Isroil Eronga birinchi zarbasidan atigi 48 soat oldin neftga 50 million dollargacha sarmoya kiritgani haqidagi xabarlarning virusli tarzda tarqalishi ham yuqoridagi gaplarga qo'shimcha savollar tug'dirmoqda. Ayni paytda Hormuz bo'g'ozi orqali kemalar qatnovi to'xtab qolgani sabab jahon energetika bozorida narxlar oshishi kuzatilmoqda. Zero global miqyosda neftning 20%, suyultirilgan gazning 30% aynan mazkur bo'g'oz orqali o'tadi. Jahon bozorida neft narxi 2022 yildan beri ilk bor $100 oshdi. The Wall Street Journal nashri qora oltin narxi $215 ko'tarilishi mumkinligidan ogohlantirdi. O'g'il 50 million dollarlik neft aksiyalarini sotib oladi. 2 kundan keyin otasi Eron bilan urush boshlaydi. Neft narxi rekord darajaga ko'tariladi. E'tiborli jihati, u bombalar tushishidan oldin sotib oldi. U Eron Hormuz bo'g'ozini yopmasdan oldin sotib oldi. U global neft qazib olishning 20% to'xtab qolishidan oldin sotib oldi. U xom neft narxi 2008-yildan beri kuzatilmagan darajaga yetmasidan oldin sotib oldi. Savol tug'iladi: bu omadli kelishuvmi yoki kichik investorni milliarderga aylantirgan tasodif? Darvoqe, Eronga qariyb 10 kundan buyon birgalikda bomba yog'dirayotgan AQSh va Isroil hozircha faqat bir masalada ziddiyatga borgan. Isroil 7-mart kuni Eronning neft infratuzilmasi jumladan qariyb 30 ta qora oltin omborlariga zarba berdi. Bu esa AQSh rasmiylariga ma'qul kelmagan. Prezidentga hujum yoqmadi. U neftni yoqish emas, balki uni saqlab qolish tarafdori deya Trampning maslahatchisidan iqtibos keltirdi Axios nashri. AQShning Eronga qarshi harbiy harakatlari xavfsizlikni ta'minlash bahonasi ostida amalga oshirilayotgan bo'lib, asl maqsad mamlakatning neft zaxiralarini qo'lga kiritish orqali iqtisodiy va strategik ustunlikka erishish ekanligi haqidagi fikrlar ham ilgari surilmoqda.